Muzey bilan va Samarqand badiiy ijodkorlar uyushmasi Ruxsor zamonaviy san'at muzeyi juda yaxshi odatni, an'anani yo'lga soldik. Muzeyni qo'llab-quvvatlashlari bilan bu yerda O'zbekistonning yosh rassomlarini ilk ko'rgazmalari, endi qadam qo'yayotgan ijodkorlarga imkoniyat berish va ularni jamoatchilikka yaqinlashtirishni, ko'rgazmalarni tashkillashtirish davom etyapti. Bugun O'zbekiston madaniyat tarixi davlat muzeyi tasarrufidagi Samarqand diniy bag'rikenglik va xalqlar do'stligi ko'rgazma zalida yosh iste'dodli rassomlar, ijodkorlar Oyijon Xayrullayeva hamda Dilshoda Hoshimovalar ijodiga bag'ishlangan Sharq nafasi deb nomlangan ko'rgazmaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu yerda boshqa ko'rgazmalardan farqli o'laroq aynan o'sha Dilshoda Hoshimova ijodiga mansub bo'lgan miniatyura asarlari, an'anaviy miniatyura asarlari nusxalari bilan birgalikda hozirgi mana zamonaviy jarayonni miniatyura janrida ishlanishida ko'rishimiz mumkin. Bu ham o'ziga xos yangi yo'nalishlardan biri bo'lib, juda ham murakkab va juda uzoq vaqt talab etadigan yo'nalish hisoblanadi va bu ishni aynan yosh ijodkor juda mukammal va juda mohirlik bilan ishlangan va aynan ana shu ko'rgazmamizda namoyish etilgan asarlari tomoshabinlar uchun juda ham ajoyib ishlardan biri hisoblanyapti. Yana bir ijodkorimiz, ushbu ko'rgazmada asarlari namoyish qilinayotgan ijodkorimiz Oyijon Xayrullayeva, u kishining ishlari miniatyuraga o'xshaydi, lekin qanaqadir fotokollaj uslubida ishlangan. Bunga eng asosiy e'tibor bizni sharqona o'rta asrlarda barpo qilingan me'moriy yodgorliklarimiz ning me'moriy bezaklari asosiy o'sha urg'u beriladi. Me'moriy bezaklarimizdagi naqsh nigorlarni aynan fotokollaj uslubida va miniatyura uslubini hamohang ko'rinishda uyg'unlashgan holdagi ko'rinishlarini Oyijon Xayrullayeva ijodida ko'rishimiz mumkin. Ko'rgazmamiz bizni an'anaviy tarzda o'tkaziladigan ko'rgazmalarimizdan biri hisoblanadi. Biz mana oxirgi yillarda O'zbekiston Respublikasi Badiiy akademiyasi, Badiiy ijodkorlar uyushmasi, Ruxsor zamonaviy san'at muzeyi hamda Samarqand davlat muzey qo'riqxonasi hamkorlikda mana shunday yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida shaxsiy ko'rgazmalarini tashkil etib kelmoqdamiz. Shahrimizda yoshlar haftaligi tadbirlari tashkil etilib kelyapti. Bugungi tashkil etilgan ko'rgazmamiz aynan mana shu yoshlar haftaligi doirasida Navro'z umumxalq bayramini nishonlash maqsadida ham mana shunday ajoyib ko'rgazma tashkil etildi. Hozirda miniatyura san'at bilan shug'ullanib kelaman. 2024-yilda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining magistratura bosqichini tamomladim. Onam sababchi bo'lganlar tasviriy san'atga kirib kelishimda Sharipova Jamila tasviriy san'atga qiziqadilar. Shu sababli kichkina paytimdan ilk bor qo'limda qalam tutqazib, kichik katak daftarim bo'lardi. Shunga rasm chizishni o'rgatganlar. Birinchi chizgan rasmim adashmasam burgut tasviri bo'lgan, qush tasviri bo'lgan. Qushni oyog'ini o'xshata olmaganman. Onam yordamida o'xshatib chiroyli qilib chizib berganlaridan ilhomlanib, shu bora-bora bu qush tasvirlari gulga, gul esa tog'larga, bog'larga ulanib, tasviriy san'atga qiziqib qolganman. Maktab kezlarimda Qiziltepa tumanida joylashgan 3-sonli musiqa va san'at maktabida o'qib yurgan kezlarimda birinchi ustozim Ro'ziyev Hasandan miniatyura san'atini o'rganganman. Ularni qilgan ishlari, shkatulkalarga ishlangan miniatyura tasvirlari meni qiziqtirib qolgan. Shu sababli miniatyura san'atiga qiziqib, ularga shogird tushib 5 yil davomida ustozimdan miniatyura san'atini o'rgandim. Bolalar musiqa va san'at maktabi. Shundan so'ng esa Navoiy viloyatida joylashgan san'at kollejida mahobatli rang tasvir yo'nalishida tahsil oldim. U yerda ham ko'plab ustozlar qo'lida, Naimjon Qodirov ustozim qo'lida tahsil oldim va Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining talabalarining ishlarini bir festivalda ko'rib qolib, o'sha institutda o'qish niyati menda o'shanda paydo bo'lgan edi va bu institutga Alloh nasib qilgan ekanki, grant asosida o'qishga qabul qilindim. U yerda ustozim menga ilk bor miniatyurada kompozitsiya qanday joylashish kerakligi, miniatyura o'zi qanchalik bir chuqur bir san'at meros ekanligini tushuntirganlar. Bu ustozim Sobirov Mirhamid ustozim bo'ladilar va u yerda juda ko'p o'qituvchilar qo'lida tahsil oldim.
Charos Fayziyeva ustozimdan tahsil oldim. O'qish davrida bir ko'rik tanlov e'lon qilindi Badiiy akademiya tomonidan. Bunga albatta prezidentimiz sabab bo'lganlar. İlk bor rassomchilik sohasida Kamoliddin Behzod nomidagi davlat stipendiyasi ta'sis etildi. O'qib yurgan kezlarimda a'lo baholarga o'qiganligim, turli ko'rik tanlovlarda, xalqaro ko'rik tanlovlarda Grand Prix va birinchi o'rinlarni egallaganligim sababli ushbu tanlovda g'olib bo'lib, davlat stipendiyasini yutib olib, magistraturaga ham grant asosida qabul qilindi. Allohga shukr, magistraturani tugatib, hozirda erkin ijod qilib kelmoqdaman. Albatta, har bir san'at asarining yaratilish jarayonida ma'lum bir manba kerak bo'ladi. Ko'p kitoblarga murojaat qilganmiz. An'anaviy miniatyura mavzularida asosan Shohnoma, Zafarnomaga murojaat qilinsa, menga bu narsalar qiziq tuyulgan. Aynan Shohnoma, Zafarnomaga ishlangan miniatyuralarning tarixini bilgim kelgan. Shu sababli u kitoblarga murojaat qilib, Shohnoma, Zafarnoma, Ibn Sinoning tib qonunlari asosida diplom mavzum ham shu bo'ldi. Tib qonunlari asosida kompozitsiya yaratdim. Erkin o'ylaydigan ijodkor sifatida esa ko'pincha hozirgi zamonaviy dunyoni miniatyuraga uyg'unlashtirgan holda qanday tasvirlash haqida ko'p o'ylab yuraman. Kichkinaligimdan xayolimda yurgan shu paxta terish mavsumi ko'z oldimda gavdalanib turardi va bunga murojaat qildim. Lola sayli, paxta terimi shu kabi zamonaviy mavzularga ham murojaat qilgan holda eksperiment misolida miniatyura ishlab ko'rdim. Ustozlarimga ma'qul bo'ldi. Yana bu ijodni davom ettirish niyatidamiz.